Do'stlar, bundan oldingi videoda ko'rsatganimizdek qo'yimizni o'sha gangirovosh seniroz kasalligini birgalikda davolaymiz. Bunga asosan hozir immunoparazitdan degan ukol bor ekan, immunobaza degan bor ekan. Bu o'zini immunitetini kuchaytirib, o'sha kasallikni yengishiga yordam berar ekan. Parazit, har xil gijjalarni ham o'ldirar ekan. O'shandan biz u qo'yimizga hozir keyinga qilamiz. Qolgan qo'ylarga ham Xudo xolasa bir qator oldini olib inyeksiya urib ko'ramiz, lekin hozirgi kasal qo'yimizga asosan 10 kun davomida 3 kun oralig'ida inyeksiya qilib boramiz. Ukol qilishdan oldin har doimgidek perchatkalarni kiyib olamiz. Bu ukol juda ham qo'yiq bo'lar ekan, o'shaning uchun biz buni iliq suvga solganmiz, чтобы uni eritib suyultirish uchun. Ukolimiz, buni biz eritib mana suyuq holatga keltirib oldik. Buni biz 2 grammdan qilmoqchimiz. Qo'yimizning vazni, taxminiy vazni aytaman, где-то bir 70-75 kilo oralig'ida. Aniq tortib ko'rmaganmiz, taxminiy vazni endi. 2 gram immunoparazitlarni shimirtirib oldik va keyingisi immunobaza. Qarindoshlar bilan olib qo'ylarga pechene qilamiz ketdik. Do'stlar, mana shu qo'yimiz o'sha kasallangan so'yib olishga uvol endi. Operatsiya qilish kerak ekan, u ham $100 ekan, u qimmatli qiladi. Shuning uchun biz imkon darajasida shu qo'llar bilan davolashga harakat qilamiz. Bu qo'yimiz qochib qolgan kechikroq bo'g'az. E'tiboringizni ko'rishingiz mumkin. Bu lekin aylanovosh bir joyda aylanadi. Hozir shuni sizlarga ukol qilish jarayonini ham ko'rsatib o'tamiz. Birinchi o'rinda immunoparazitlarni qilamiz teri ostiga. Keyingisi immunobaza. Holatlar inyeksiyasini ham qilib oldik. Holatlari yaxshi. Qolganlariga profilaktika uchun o'sha immunobaza hamda immunoparazitdan qilib oldira olamiz o'sha kasallikni.